Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pchilik bizdan gullarimizni narxini so'rayapti. Bugun sizlar bilan YouTube'da to'liq obzorini qilamiz. Olib keling kamera. Arukari archalarimiz 200 ming so'mdan donaga. Mandarinlarimiz ko'rishingiz mumkin. 30 ta 40 ta mevasi bor. Shu kichkinasi bo'ladi. 150 ming so'm. Olib keling. Mana bu kattalari bo'ladi. Mevalari ham dona-dona, katta-katta. Bular 250 ming so'mdan. Olib keling. To'g'rimi mana 3 qavatlilari bor. Bular 500 ming so'm. Gardeniya gullarimiz 20 ta 30 ta g'unchasi bor. Ko'zingiz oldida yuzda ochiladi. Olib keling. Azaliya gullari variant, katta variant 150 ming. Azaliya gullarimizni kichkinaroq violet gullari 80 ming so'm. Azaliya gullarimiz qizilidan ham bor, kichkinalari mana. Shularni 80 ming so'm. Mana do'stlar, ofis barlar uchun ko'pchilik olyapti. Karisa gulimiz 350 ming so'mdan bo'ladi. Olib keling. Mana bu yerda ikkitalik Brasenia gullarimiz bor. Bular 350 ming so'm. Olib keling. Kameliya gullarimiz kichkina tushda ochiladigan kichkinalari do'stlar 50 ming so'mdan. Kofe daraxti bo'ladi. Rangi alohida tanlaydi. 300 ming so'm. Kofe daraxtimiz ushtaliklari bor. 600 ming so'mdan bo'ladi. Gardeniya gullarimiz bu kiraton ismli bo'ladi. 350 ming so'mdan. Zamiya gullarimiz bor. Bu yashili, bu tomonda qorasidan ham bor. Bular 150 ming so'm. Olib keling kamera. Karitsani naqa shtamp yig'ilgani bor do'stlar. Ko'rib 500 ming so'm narxi. Gardeniyani ochilganidan bor deb qaranglar do'stlar. Hidi juda ham boshqacha bo'ladi buni. Bilgan biladi. Kiratonni sariq neobishnisidan bor 150 ming so'm. Dekabris gullarimiz 55 ming so'mdan. Ameliyani kichkina ko'chatlari 35 ming. Ayol baxti gulimiz bo'ladi. Buni qarang. Rangiga alohida like bosmasalar ham bo'ladi. 120 ming so'm. Dekabris gullarimiz kattasidan olamiz. Kattasi. Bular 150 ming so'm. Zamelimiz qora, temnisi. Bular ham 150 ming so'm. Bambuklarimiz bor, donasi 5 ming so'm. Bular 50 ming so'm. Ayol baxti gulimiz kichkinasi 50 ming so'm. Bularga sotib qo'ying 120 ming so'm. Bunisiga alohida like bosmasalar ham bo'lmaydi. Haqiqiy neobishniy gul bo'ladi do'stlar. Bu kechpayt shomdan keyin quloq qoladigan gul bo'ladi. Shunday g'ujana bo'ladi. Kunduzi yorug' tushishi bilan ham ochiladi do'stlar. Ularimiz 70 ming so'mdan ko'chatlari, kattaroq variantlari 320 ming so'm. Kattasi o'ta ham katta bo'ladi. Olib keling ko'rsatdim. Mana katta variantlar do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilasizlar. Xohlagan turdagi gullaringdan bor. Bunaqangi malinki gullarimiz ham bor do'stlar. Dekabris gullarimiz 100% ochilganlari, bu tomonda g'unchaliklari. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like va pisga bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.